Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Videoni bosmamas turib arnaga tirkilib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Bugungi videomizda Bahodir Jalolov 3-olimpiadaga qarshi naqd sheshimga keldi. Sadriddin Ahmedovning statistikasi ko'tarildi. Bahodir Jalolov 3-olimpiadaga qarshi naqd sheshimga keldi. Og'ir salmoqdagi o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov 2028-yilga Los Anjelesdagi Olimpiada o'yinlariga qarshi bir sheshimga keldi deb xabarlaydi. Olimpiada tag'i bir bekka ko'tariladimi? 30 yoshdagi sportchi, ikki turkin Olimpiada chempioni, birinchi oltinin 2020-yili Tokioda, al ikkinchisini 2024-yili Parijda oldi. Bundan keyin Bahodir Olimpiadaning 3 turkin chempioni atanib, atın tarixda qoldirg'isi kelayotganini ma'lumladi. Avskoy boks tarixida Olimpiada oltinin 3 ret olgan 3 xona bokschi bor. Alayda Jalolov 3-olimpiadaga qarshi o'yin o'zgartiribdi. Men Olimpiadaning 3-oltinin ala olmayman. O'ytkeni bar nazarimda kasboy boksga urg'im keladi. Kasboyda ko'proq jekpejek o'tkazgim keladi. Avskoy karyeram o'ta ko'p vaqtimda alatin. So'ndiqda men kasboyga to'liq o'tuvga chegirib yurdim. Mening oyog'im jildam, qo'limda keremet jildam. Men hozirgi bugunga aytarliqda kedergi bo'laman. Mening tubki muratim absolut chempion atanu deb beradi Jalolovning so'zing Telik Sport. Kelasi ayqasi Bahodir kasboy ringga 2023-yildan qarashasidan beri chiqqani yo'q. Ol kezde o'zbek boksi Oңтүстүк afrikalik Chris Tompisdan bir necha raundda qulatgan bo'latin. Endi Bahodir 5-savr Astonadagi boks keshinde ayqasada. Uning kelasi qarshisi Ukrainalik Igor Shvedutskiy bo'latini aytildi. Hozirgi tanda Jalolov buklalindik boks kenesining WBS reytingida 10-o'rinda tur. Sadriddin Ahmedovning statistikasi. Sadriddin Alixanovich Ahmedov qozog'istonlik kasboy bokschi. 1998-yili 31-qantarda Jetsay qalasida dunyoga kelgan. Ol birinchi o'rta salmoqda hunar ko'rsatadi, ya'ni qiz sarbozi laqab atimen tanimali. Kasboy mansabining statistikasi. Jalpi jekpejekteri 15, jenisteri 15, nokaut bilan jenisteri 13, jenisteri yo'q, tan natijalari yo'q. Mansabındagi manzilli yetisliklari 2019-yili WBS Huge Ford tituli yenib oldi. 2019-yili WBS Aziya chempioni atandi. 2021-yili WBI International Nabs және WBS Ford Pon titulini yeledi. Reytingteri 2024-yilning желтоқсан ayındagi жағдайы bo'yicha BoxRec saytida bir necha o'rta salmoq darajasida olimdik reytingda 27-o'rinda tur. So'nggi jekpejekteri 2024-yilning желтоқсанында amerikalik bokschi Rafler Igobivikni nokaut bilan yengib, BoxRec reytingida 34-o'rindan 27-o'ringa ko'tarildi. 2023-yilgi tamuz amerikalik Antonio Todda birinchi raundda nokaut bilan yengib, WBS reytingida üzdük 30-lıqda yendi. Jeki Humri 2019-yili 3-tamuzda Sadriddin Ahmedov Qozog'istonlik Keshu to'bining burungi solisti Aqbota Qurmanqaliga uylendi. Sadriddin Ahmedov o'zining kasbiy mansabida ali jenilis ko'rmagan, ya'ni Qozog'istonlik boksning jarqin ho'kildarining biri bo'lib topiladi. Sizlarмен sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkilib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.